Rossiya hujumlari 8 kishini o'ldirdi, o'nlab odamlarni yaraladi. Rossiya va Ukraina bir-birining portiga zarba berdi. Bug'doy narxi oshdi. Eron Hormuz bo'g'ozini yopdi. AQSh yangi zarbalar yo'lladi. Rossiyada homilador ayol 7-qavatdan qulab tushdi va sog' omon qoldi. Zelenskiy Rossiyaga qarshi maxsus harbiy qo'mondonlik tuzdi. Endi esa batafsil. Ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroqqa yetib qoladimi? Umumiy holsizlik va energiya yetishmayaptimi? Tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Unda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Erkaklik quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi va eng yaxshi yangilik. Hozir 30% chegirma. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Rossiya hujumlari 8 kishini o'ldirdi, o'nlab odamlarni yaraladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy qurol yetkazib berishni tezroq amalga oshirishni talab qilmoqda. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, Rossiya shanba kuni Ukrainaga raketa va dron hujumlarini uyushtirdi. Natijada 8 kishi halok bo'ldi va o'nlab odamlar yaralandi. Prezident Vladimir Zelenskiy Kiyevni qurollarni tezroq ta'minlash uchun diplomatik sa'y-harakatlarga chaqirdi. Kiyev Rossiya hujumlariga duchor bo'lgan tanqislik sharoitida havo hujumidan mudofaa o'q-dorilarning yetkazib berilishini kutayotgan edi. Rasmiylarning xabar berishicha, Rossiyaning tez-tez nishonga olinadigan Shimoliy Sumi shahridagi gavjum joyga ikkita gliderli bomba urilishi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi va 30 kishi jarohat oldi. Bombalardan biri avtobus bekatiga urilgan va suratlarda yon tomonlaridan biri yirtilib ketgan sariq avtobus tasvirlangan. Internetda joylashtirilgan boshqa suratlarda ko'p qavatli uylarning jabhalariga zarar yetgan. Sumi viloyatining Kreml bufer zonasini kengaytirmoqchi bo'lgan chegara okrugida mahalliy amaldor portlovchi moslama ustiga bosgan erkak halok bo'lganini aytdi. Viloyat gubernatorining so'zlariga ko'ra, janubi sharqdagi Zaporojye shahrida ham 10 kishi glide bombalari oqibatida jarohat olgan. Kun boshida Janubiy Port shahri Odessaga raketa zarbasi oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, yana biri yaralangan. Kechki video murojaatida so'zlagan Zelenskiy Ukraina ittifoqlaridan qurol-yarog' ta'minoti tezroq yetkazib berilishini ta'minlashlarini so'radi. Rossiya va Ukraina bir-birining portiga zarba berdi. Bug'doy narxi oshdi. Rossiya va Ukraina 11-iyul kuni bir-birlarining g'alla eksporti uchun muhim bo'lgan portlariga zarbalar berdi. Mazkur holat bug'doy narxining keskin ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Bu haqda Bloomberg xabar qilgan. Ukraina dronlari Azov dengizidagi Taganrog ko'rfazida 4 ta kemani nishonga olgan. Rostov viloyati gubernatori Yuriy Syulyusar kemalar orasida metanol tashiydigan tanker ham bo'lgani, biroq to'kilish yoki sizib chiqish xavfi yo'qligini aytdi. Hujum oqibatida kemalardan birining bortidagi dengizchi halok bo'lgan. Rossiya mazkur hujumlardan so'ng Azov-Don kanali orqali kemalar qatnovini to'xtatgan. Qora va Azov dengizlarini bog'lovchi Kerch bo'g'ozi ham yopilgan. Ukraina hujumlaridan so'ng yuk tashishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uzilishlarni baholagan treyderlar ortidan bug'doy narxi keskin ko'tarildi. Umumiy hisobda Ukraina bir kechada Azov dengizidagi Rossiya flotining 28 ta kemasiga, jumladan tankerlar va quruq yuk kemalariga zarba berdi, dedi Madyar nomi bilan tanilgan Ukraina dron bo'linmasi qo'mondoni Robert Brody. Zelenskiy Rossiyaga qarshi maxsus harbiy qo'mondonlik tuzdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya hududidagi strategik obyektlarga zarba berishga ixtisoslashgan yangi harbiy qo'mondonlik tashkil etilganini e'lon qildi. Uning aytishicha, mazkur tuzilma Rossiyaning urush olib borish salohiyatini, ayniqsa energetika va logistika tizimini izdan chiqarishga qaratilgan. Bu haqda The Guardian xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, Zelenskiy 10-iyul kuni uzoq masofali ta'sir qo'mondonligini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Prezidentga ko'ra, yangi qo'mondonlik mavjud barcha resurslarni Rossiyaning urushni davom ettirish imkoniyatlarini kamaytirishga safarbar etadi. Ushbu bayonot Ukraina harbiylari Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Ilsk neftni qayta ishlash zavodi, Leningrad viloyatidagi Ust-Luga neftni qayta ishlash majmuasi hamda Rostov viloyatidagi neft terminali va neft omboriga zarba berganini ma'lum qilganidan so'ng yangragan. Ukraina dron kuchlari qo'mondoni Robert Brodyning aytishicha, so'nggi 5 kun ichida Rossiyaning qariyb 50 ta yoqilg'i tashuvchi kemasiga zarba yetkazilgan. Shundan 10 tasi Azov dengizida harakatlangan tankerlar bo'lgan. Bunga javoban Rossiya Don Azov kanali orqali kemalar harakatini vaqtincha to'xtatgan. Shuningdek, Kerch bo'g'ozi orqali o'tish uchun yangi arizalarni qabul qilish ham vaqtincha bekor qilingan. Manbalarga ko'ra, Rossiya bug'doy eksportining qariyb chorak qismi aynan Azov dengizi orqali amalga oshiriladi.
Eron Hormuz bo'g'ozini yopdi. AQSh yangi zarbalar yo'lladi. AQSh harbiylari 12-iyulga o'tar kechasi Eronga yangi zarbalar to'lqinini boshladi. Bu bir hafta ichidagi 3-hujum hisoblanadi. Bu haqda AQSh markaziy qo'mondonligi xabar qilgan. Hujum vaqti Tehron shahrida havo mudofaa tizimi ishlagan. Sirik, Kanarak, Chobahor, Jask va Bandar Abbos shaharlarida portlash ovozlari qayd etilgan. Centcom'ning ta'kidlashicha, yangi zarbalar to'lqini Eron Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusining Hormuz bo'g'ozi orqali Kipr bayrog'i ostida suzib ketayotgan GFC Galaxy konteyner kemasiga uyushtirgan hujumiga javob hisoblanadi. Hujumda fuqarolik kemasi ekipajining bir a'zosi bedarak yo'qolgan. Konteyner tashuvchi bortdagi yong'in va mashina bo'limidagi jiddiy shikastlanishlar tufayli kema suzishni davom ettira olmaydi. Eron kema belgilangan marshrut asosida harakatlanmagani uchun unga o't ochganini ta'kidladi. Eron savdo kemalariga qilingan oldingi hujumlar uchun javobgarlikka tortilgandan so'ng unga o'zaro anglashuv memorandumiga rioya etish uchun yana bir imkoniyat berildi. Biroq u bu vazifani yana uddalay olmadi, deyiladi Centcom xabarida. AQSh urush vaziri Pit Hegseth kemaga o't ochilgani ortidan Eron noto'g'ri tanlov qilganini aytdi. Hozir ular buning uchun tovon to'lamoqda. Hormuz bo'g'ozi yana yopildi. Eron bo'g'ozdan o'tayotgan kemaga ogohlantiruvchi o'q uzganini ma'lum qildi. Chunki u Eron tomonidan tasdiqlangan yo'nalish bo'ylab harakatlanmagan. Afsuski, o'z tizimlarini o'chirib qo'yib, dengiz xavfsizligiga tahdid solgan kemaga ogohlantiruvchi o'q uzildi va to'xtatildi, deyiladi Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi harbiy dengiz kuchlari bayonotida. Rossiyada homilador ayol 7-qavatdan qulab tushdi va sog'-omon qoldi. Rossiyaning Vladivostok shahrida homilador ayol 7-qavatdagi binodan yiqilib tushdi va suyak sinishi kuzatilmadi. Bu holat bo'yicha Primorsk o'lkasi Sog'liqni saqlash vazirligining Telegram kanali xabar qildi. 30 haftalik homilador 28 yoshli bo'lajak ona uxlay olmadi va kechasi derazalarni yuvishga qaror qildi. U deraza tokchasiga turdi, ramkaning chekkasiga qo'lini uzatdi va kutilmaganda oynadan tushib ketdi. Ayol chalqancha yiqildi. Qo'shnilar uning chinqirig'ini eshitib, tez yordam chaqirishdi. Yetib kelgan tez tibbiy yordam xodimlari jabrlanuvchi nafaqat 7-qavatdan yiqilib omon qolganidan, balki mustaqil ravishda harakatlana olishidan hayratda qolishdi. Keyinchalik kasalxonada shifokorlar ayolga ko'plab ko'karishlar tashxisini qo'yishdi. Ammo sinishlar yo'q edi. U shuningdek homiladorligini davom ettirdi. Bemor mustaqil ravishda harakatlanmoqda va tuzalmoqda.